Dünya Akşek Türkleri Birligi 30 devlet ve rayondan Türk ve qarindosh millatlarning vakillarini bir yerga jam qildi. Türk dünyası uçuruşuga Şarkı Türkistan Ommaviy Tashkilotlar Birligi vakillari, Türk dünyası Ommaviy Tashkilotlar vakillari ve Türkiye Tashqi ishlar ministri Mavlud Chavush o'g'li ishtirok qildi. Uçuruşda Türk dünyasının meseleleri bilen bir qatorda Şarkı Türkistan meselesi mutlaqo qilindi. Xitoyning turmadagi Falun Gongchilarning organlarini o'g'irlab sotganligi izchil diqqat tortib kelayotgan bir masala edi. Bir faoliyat guruhi tarafidan Xitoy soti nomida ochilgan mustaqil bir yig'inda Xitoyning 20 yildan buyon Falun Gongchilarning organlarini o'g'irlayotganligiga doir ro'shan dalillarning borligi o'tirg'i qo'yildi. Beijing doiralari kishilik huquq faoliyatchilari va ilmiy xodimlar tarafidan o'tirg'i qo'yilgan bu xil ayblashlarni nurg'un qatim rad qildi. Lekin advokat ve mutaxassislardan tarkib topgan bu guruh turmadagi mahbuslarning va tutqunlarning organlarini organ yetkazish uchun qo'llanishning davomlanishayotganligi va Falun Gongchilarning organ atkazchilarining asosiy manbasi ekanligi haqida birdeklik kelganligi bildirildi. Oman bo'g'izida hujumga uchragan neft paraxotlari sababli Amerika-Eron munosabati jiddiylashayotgan bir vaqtda Xitoy Amerikaning O'rta Sharqda Pandora qapini ochmaslikka chaqirdi. Xitoy davlat komissari va qo'shimcha tashqi ishlar ministri Wang Yi Amerikaning Eron bilan bo'lgan masalalarni hal qilganda besim ishlatmasligi kerakligini aytdi. Wang Yi Xitoyning tabiiy holda bu so'zlashishdan andish qilayotganligini bildirib, taraflarni jiddiylikni pasaytishga va to'qinishdan yiroq turishga chaqirdi. 5 burchakli bino Ukraina armiyasiga 250 million dollar yordam qiladi dedi. Amerika Mudofaa Ministrligi harbiy ta'lim-tarbiya va aslahalar uchun 250 million dollar yordam qilishni planlayotganligini bildirdi. E'lon qilingan yozma bayonotda Mudofaa Ministrligi bugun xavfsizlik hamkorligi fondidan Ukrainaga ta'lim-tarbiya, aslaha va boshqa yordamlar uchun 250 million dollar berishni planlayotdi deyildi. İran istihbarat ministerligi dunyoning har qaysi joylarida josuslik faoliyatlari olib berayotgan Amerikaga tava bir guruhning fosh qilinganligi va a'zolarining qo'lga ilinganligini e'lon qildi. İran istihbaratining boshqa ittifoqdoshlarining istihbarati bilan birlikda Amerika istihbarat organlariga qarashli bir josuslik to'rini fosh qilganligi va a'zolarini qo'lga olganligi bildirildi. Amerika prezidenti Trump nopuzluq taratqulardan Davr jurnalining ziyoratini qabul qildi. Trump Eron bilan yaqindan buyon yuz berayotgan ishlar haqida to'xtalib, Eron yadro quroli ishlab chiqarsa, harbiy daxl qilishning kun tartibga kirdiganligini aytdi. Trump Oman bo'g'izida Norvegiya va Yaponiya neft paraxotlariga qilingan hujumning kichik bir voqea ekanligini hamda o'zi vazifaga o'ltirgandan buyon Eronning hujumlarining ozliganligini tilga oldi.